Hello, hammaga salom do'stlar. Bu Shohjahon 200 kanali va men sizlar bilan Usselver bilaman. Bugungi videoda men o'zimga sehrlash stolini yasashga harakat qilganman va bolalar qulay o'rnash olinglar. Unda men videoni boshladim bolalar. Va albatta men birinchi o'rinda daraxtlar chopdim. Ularga kerakli narsalarni yasadim. Daraxt chopib, albatta o'zimga qulay joy topishga harakat qildim. Va birinchi tunni mana bu yerda o'tkazdim. Va ana bu yerda men joylashishga qaror qildim. Vaqtidan keyin men shaxtaga tushib ketdim. Bu yerni esa izohlarsiz qoldiraman. Ozgina blokka olib, shunchaki shaxtadan chiqdim. Bu yerda temirlarni oldim. Yana temir. Va g'orni ichiga kirishda davom etdim. Va bu yerdan qayerda yurganimni bilaman. Kattagina g'orga tushib qoldim va birinchi raqibim kela boshladi. Va uni o'ldirib bo'lgach, mana bu yerdagi temirlarni oldim. Undan esa ovqat yemoqchi bo'lib turganda yana bitta zombini ko'rib qoldim. Va uni ham ayirib tashladim. Endi esa mana bu yerdagi bo'lgan hodisaga mana bu yerdan temir oldim. Va mana bu yerdan ham temir oldim. Bu yerda ham temir bor ekan, bularni ham oldim. Va videoni to'xtatib, mana bu joyini ko'rsatishingiz mumkin. Mana meni ilmitarimni to'xtatib ko'ringlar va bu yerda hech qanaqa olmos hech nimalar yo'q va mana tezlashtirilgan va hech qanaqa narsalar yo'q. Va endi bolalar mana bu yerdan pastga tushdik. Va mana bu yerdan pastga qozlab ketdim. Nimaga bunday deyapsan deyishinglar mumkin. Chunki men hech qancha kreativ yoki cheatlarni ishlatayotganim yo'q. Mana bu yerdagi suv 1 soat meni asabimga o'ynadi. Va ana bu yerdan qozladim. Va bu joyini esa albatta izohlarsiz qoldiraman. Va mana bolalar ko'rishinglar mumkin. Mana shunchaki olmoslar chiqdi. Bu hech qanaqa cheat yoki o'zim kreativdan qo'yib qo'yganim yo'q. Shuning uchun ham bu yerdagi 8 ta olmosni oldimda. Bular juda ham chiroyli ko'rinadi-ya bolalar. Va mana 8 ta olmos to'plandi. Endi tepaga ham chiqsak bo'ladi. Va bolalar uyga kelib shu temirlarimni pishirishga qo'ydim. Bu yerga ham qo'mirlarni qo'yamiz. Va o'zimizga bitta kirka yasab, obsidian olish kerakligi esdan chiqqanini esga tushadi. Va chunki men obsidianni g'orlardan olmoqchi edim va mana bu yerda shu lava topib oldim. Va buning chetlarini tozalab oldimda shu qozishni boshladim. Yana bir marta takrorlayman, men bu hozirgi olmoslarni kreativdan olganim yo'q. Va menga qittigina olmoslar yetmaganini tushundimda. Mana bu yerdagi temirni olib, paqirdagi chelakka suv olib, yana obsidian qozishni boshladim. Va menga 5 ta obsidian yetmayotgan edi boyagi obsidiandan.
Va endi bolalar uyimga qaytib kelib, o'zimga pishgan temirlardan aslahalar yasadim. Va endi men temir odamman. Mana endi kuchli bo'ldik desak ham bo'ladi. Va lekin men bu yerda shakarqamishni naq 25 daqiqa qidirib, hattoki qishloq ham topib oldim. Bu juda ham qiziqarli edi, lekin bu 25 daqiqa uchun menga juda ham ko'p bo'lgandi. Va bu yerda Blacksmith topib oldim, ya'ni kompotning uyi. Sandiqda tekshirganimda esa shunchaki musorlar yotgan edi. Lekin musorlarga bu yerda qanday paydo bo'lgan bilmadim-ku, lekin uyimga qaytib keldimda hayratga tushdim bolalar. Lekin buni izohlarsiz qoldiraman. Qaranglar bolalar. Shunchaki shu yerda ana u shakarqamishni ko'rmaslikdek qanday iloji bor edi-ya? Naq 25 daqiqa mana bu shakarqamishlarni men yig'dim bolalar. Va bu yerdagi qayiqdan oldimda ikkitagina shakarqamish yig'ib, endi rostdan ham biza sehrlash stolini, ya'ni enchanted table'ni yasasak ham bo'ladi bolalar. Va bunda menga qog'oz kerak va bitta kitob. Endi rostdan ham sehrlash stoli menda. Va mana bolalar, qo'limda sehrlash stoli turibdi. Bugungi video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Addushi pastga tushib, like va kommentariyalarni to'ldirib tashlang va shu joygacha ko'rganingiz uchun addushi rahmat. Kanalga obuna bo'ling.